5 daqiqalik kayfni orqasidan juda ham og'ir asoratlar, jinsiy a'zodan yiring kelishi, hattoki bu infeksiyaning tuxumlaringizgacha ko'tarilib, tuxumlarning yiringlashi, oxir oqibat hattoki tuxumlarni olib tashlanishi oqibatida farzandsiz ham bo'lib qolishingiz mumkin. Fohishalar bilan yoki umuman aytganda kasallangan ayollar bilan aloqa qilish natijasida, ayniqsa himoya qilinmagan holatda, ba'zi vaqtda esa himoyalangan holatda ham yuqadigan infeksiyalar mavjud. Va ular birinchi navbatda sizning siydik yo'llaringizni, tashqi chiqaruv siydik yo'llari va hattoki jinsiy a'zolaringizga o'tib, moyaklaringiz, moyak o'rtalarining ham yallig'lanish, hatto yiringlash jarayonlariga olib kelishi mumkin. Siz o'ylayotgan o'sha himoya vositasi sizni to'liq himoya qiladimi, yo'qmi? Himoya vositasini taqqan holatingizda ham sizda kontaktli teri orqali yuqishi mumkin zamburug' va virusli infeksiyalar, teridagi turli xil toshmalarga ham sabab bo'lishi mumkin. Va eng yomon kasalliklardan bittasi o'sha bilgan spid, sifilis, hattoki gepatit B davosini topmagan hisoblanadi. Bu infeksiya turlari qanday bo'ladi? Eng ko'p uchraydigan jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarni sanab o'tamiz. Birinchisi hammaga tanish gonorreya, Neisseria gonokok qo'zg'atuvchisi. Buni ko'pincha burni oqib qolibdi ham deyishadi. Bu eng ko'p tarqalgan gonorreya infeksiyasi hisoblanadi. Jinsiy yo'llar bilangina yuqadi, boshqa yo'l bilan yuqmaydi. Va aynan jinsiy yo'llarda, ayniqsa ayollarda bu infeksiyalar bo'lsa, umuman hozir quyida sanab o'tadigan infeksiyalarimizning почти barchasi ayollarda hech qanday belgi bermasligi mumkin. Ya'ni siz toza ayol bilan aloqa qilasiz o'zingizcha, lekin 3 oygacha, ya'ni aloqadan keyin 3 oygacha bo'lgan muddatda sizda hattoki 3 kundan keyin, hattoki 1 oydan keyin, hattoki 2 oydan keyin infeksiya belgilari paydo bo'lishi mumkin. Bu ayolning qanchalik darajada kasallanganligi va sizning immunitet tizimingizga bog'liq hisoblanadi. Xo'sh, gonorreya aynan jinsiy yo'llar bilan yuqadigan infeksiya hisoblanib, aynan jinsiy aloqadan yuqadi va erkak a'zosida yiringsimon ajralma to'xtamasdan chiqishni boshlaydi. Va bora-bora siyganda achishish, siyolmay qolish, og'riq va hattoki tuxumlarga ko'tarilib boraveradi. Keyingisi ureoplazma, mikoplazma va xlamidiya infeksiyalari. Aynan bu infeksiyalar xuddi gonorreya kabi jinsiy a'zodan yiring oqishi bilan kuzatiladi va har birining o'zining xarakterli holatlari bor, ya'ni qaysidir yashil, qaysidir qaymoq rang, qaysidir oq rangdagi yiringlarning ajralishi kuzatilishi mumkin bo'ladi va bularning har bittasining asorati o'sha jinsiy a'zolargacha ko'tarilib, ularning yallig'lantirib, yiringlatib yuborishi hisoblanadi. Va bularni aynan dermatovenerolog, urolog tekshiruvlari asosida yakuniy xulosa qilingan holatda davolash tavsiya qilinadi. Chunki o'zboshimchalik bilan yoki bironta o'shandaqa yiring oqqanda bir dori ichgan, o'rtog'ingizni ichgan dorisini ichish bilan buni tuzata olmasangiz, battariga o'z holatingizni og'irlashtirishingiz ham mumkin. Yoki aptekarni tavsiyasidan. Umuman tavsiya qilmaymiz. Har doim mutaxassis bilan maslahatlashgan holatda va maxsus tekshiruvlarni o'tkazgan holatda davolanishni tavsiya qilamiz. Chunki siz eng nozik a'zolaringizda bo'ladigan kasallik bu va aytib o'tganimizdek yuqumli va yashirin davrga o'tib qolishi va sizda qoningizda ko'rsatkichlarda turib, hattoki chala davolangan holatingizda u ma'lum muddatga remissiya, ya'ni chekinish davriga, yashirin davriga o'tib, ma'lum muddatda qanaqadir gripp bo'lganingiz yoki boshqa infeksiya bilan chalingan vaqtingizda yuzaga chiqib kelishi mumkin. O'zingiz ham hayron qolib ketishingiz. Va eng yomoni, ertaga o'zingizni toza hamrohingizga, ya'ni umr yo'ldoshingizga bularni yashirin holatda ham yuqtirishing ehtimolligingiz yo'q emas. Nimaga bularni aynan mutaxassis ko'rigida tekshirish kerak deb tavsiya beramiz? Bu infeksiyalar faqatgina boya aytib o'tganimizdek gonorreya, mikoplazma, ureoplazma, xlamidiyadan tashqari gepatit B, spid, sifilis kabi kasalliklar ham bo'lishi mumkin va bularni aynan maxsus tekshiruvlar orqali tekshirilgan ma'qul hisoblanadi va o'z vaqtida qo'yilgan tashxis sizni to'g'ri yo'naltirish orqali to'g'ri mutaxassisga yo'naltirish mumkin. Masalan, o'sha yuqumli infeksiyalarimiz, sifilislar yoki spid yoki
gepatit B'larni alohida mutaxassislar tomonidan davolanadi va nazoratga olinishi tavsiya qilinadi. Va har bir infeksiya o'ziga xos alohida davolash taktikasi va davolash preparatlarini talab qiladi. Ya'ni siz o'tgan gal bir 5 oy oldin bitta infeksiya bilan og'ridingiz, yering oqdi, bitta doktorga borib davolandingiz, tuzaldingiz. 5 oydan keyin yana boshqa kontaktda bo'lib, ya'ni boshqa ayol bilan kontaktda bo'lganingizdan keyin yana yering oqdi va o'sha dorini ichishingiz sizga yordam bermasligi mumkin. Chunki infeksiyalarning turi ko'p va bundan tashqari yuqori sanab o'tganimizdan tashqari ham boshqa infeksiya kamchilik infeksiya turlari mavjud hisoblanadi. Biz sizga faqat eng ko'p uchraydigan turlar haqida sanab o'tdik. Shunday ekan, 5 minutlik rohatni deb butun hayotingizni xavf ostiga qo'ymang. Tartibsiz jinsiy aloqa bilan shug'ullanmaslikni tavsiya qilamiz. Hattoki ishonch bo'lgan odamga ham o'sha himoya vositalaridan aktiv va yaxshilarini tanlashni tavsiya qilamiz. Va sizda agar yuqoridagi holatlar, belgilar kuzatiladigan bo'lsa yo o'zingizda shunaqa belgilarni kuzatsangiz, ya'ni qanday? Jinsiy a'zoda turli xil toshmalar yoki jinsiy a'zo atrofida turli xil toshmalar, kandilomalar, papillomalar, o'sha mollyusk, turli xil qizargan, oqargan, terini ko'chishi bilan bog'liq qichiydigan toshmalar o'zgarishlari yoki bo'lmasa jinsiy a'zodan yering oqishi yoki tanasida qattiq yarali shankirlarning paydo bo'lishi, mahalliy limfalar, ya'ni chov sohasidagi limfalarning shishi, ya'ni chov sohasidagi o'sha burmada shish, og'riq paydo bo'lishi holatlari yoki siyganda achishi, siydik kanalda xuddi ignasimon tiqin bordek hissiyotlarning paydo bo'lishi kuzatiladigan bo'lsa, albatta mutaxassisga murojaat qiling va sizga albatta mutaxassis professional tarzda tekshiruvlarni o'tkazib, shunga ko'ra mos yo'nalishda davolash taktikasini o'tkazib beradi. Shunday ekan, o'zingizni ehtiyot qiling.